ko'p qaynanalarimiz ko'pincha aytishadi bu holatda mana kelinim mana farzandli bo'lgandan keyin boshqacha bo'lib qoldi, xuddi bir o'zi bitta u tuqqandek biz ham shunaqa farzandli bo'lganmiz, bizada ham xuddi shunaqa zo'riqishlar bo'lgan deb ba'zi holda jahli chiqish holati bo'lishi mumkin. Lekin shuni aytib o'tamanki, tug'ruqdan keyingi depressiya, poslerodовая depressiya degan tashxis bor. Buni psixologlar, psixiatrlar juda ham yaxshi, mana hozir nevropatologlar ham juda ham bu tashxisni yaxshi bilishyapti. Onada gormonal fonni o'zgarishni oqibatida organizm har xil-ku. Bir xil organizm juda ham katta zo'riqishlarni ko'tarishi mumkin. Ba'zilari bitta qattiqroq gapirsangiz yig'lab yuboradi va o'shani hisobida menga nima bunaqa gapirdi, nega gapirdi deb miyada hadeb bu holat aylanib yuradi, stress holati yuzaga kelgani oqibatida shunaqangi depressiv holat bo'lishi mumkin. Bunaqa holatda onajonlarimiz yig'lab bo'lib qoladi. Ba'zi onalarimiz aytadiki, hattoki Umid opa televizorda multfilm ko'rsam bolam bilan o'shanda ham birga yig'lab o'tiraman. Bu albatta gormonal fonni o'zgarishni hisobida. Agar shunaqa depressiya holati bo'ladigan bo'lsa, men tavsiya qilgan bo'lardim, onalarimiz yoki qaynanalarimiz e'tibor berishsin. Kelin yoki qizingiz o'z holiga kelmaguncha ozgina zo'riqishlardan ozgina nima deydi, asrab turganimiz ma'qul. Nafaqatgina jismoniy, balki emotsional foni ham yaxshi bo'lishi kerak. Ko'proq o't-bo'tga aylantirgani olib borganinglar ma'qul. Bu degani albatta chet elga ketishinglar kerak, uzoqqa ketishinglar kerak degani emas. Bu nima deydi, oddiy toqqa olib borsanglar ham, mana biz O'zbekiston hududida Toshkent viloyatida qancha tog'larimiz bor, Bo'stonliq tumanida qanaqangi chiroyli soylarimiz bor. Oddiy tabiat qo'ynida bir kun, ikki kun bo'lsa ham onajonlarimizga ancha dalda bo'lardi. Chunki insonni o'zi organizmi kenglikni yaxshi ko'radi. Inson qalbi kenglikni yaxshi ko'radi. O'sha kenglik bor joyda nerv to'qimalari sekin o'ziga kelishni boshlaydi. O'shaning uchun suvga qarab o'tiradi, suvga qaraganda bir maza qiladi, tog'larga qaraydi, ko'katlarga qaraganda yaxshi bo'ladi yoki bo'lmasam unga yaxshi shirin gaplaringlarni gapirib, sekin-astalikda, birgalikda shu holatdan chiqib ketish imkoni bor. Agar nima bo'ldi senga, jinni bo'lib qoldingmi deb bo'ladi shunaqa deb qattiq buni qiynaganinglardan keyin bu battar bo'lib qoladi. Yaqinda men shunaqangi onaga bordim. Tuqqandan keyin bir oy yaxshi yurganda, bir oydan keyin umuman hech kim uni hattoki ota-onasi ham tanimay qolgan. O'zidan o'zi yig'lab, o'zidan o'zi narsalarni otib, bu shizofreniyaning boshlanishi emas. Albatta psixiatr ham ko'rish kerak. Bu depressiyaning kuchli holati. Estrogen gormonlarning miqdorining o'zgarishining oqibatida ayol kishi o'zi gormonlardan iborat. Gormonlarning miqdori o'zgarsa, balansi o'zgarsa, butunlay psixik holati jarayoni o'zgarib ketadi. O'shaning uchun shunga e'tibor berish kerak. Albatta endokrinolog tomonidan ham ko'rilishi kerak. Albatta ginekolog tomonidan ham nazorat qilinishi kerak, lekin albatta ota-onalarimizga va turmush o'rtoqlariga bu katta yuklama. Buni to'g'ri tushunib, to'g'ri mutaxassisga ko'rsatganinglar ma'qul. Lekin agar onajonlarimiz ko'proq yotish yaxshi ko'rib qolsa shu paytda qo'yib berishimiz kerak.